opajon, raqqosaga bering pulni, men tushgan pulga kelganman. Oxir kunlarda mana shu video ko'p muhokamalarga sabab bo'lyapti. Videoda xonanda davradagilarga pulni raqqosaga berishni talab qilyapti. Bu esa ko'pchilikni turlicha muhokamalarga sabab bo'lyapti. Endi mavzuga boshqacha yondashsak, voqea Jizzaxdagi to'yxonalardan birida sodir bo'lgan. Ko'pchilik biladiki, Jizzaxda shahar hududida ayrim san'atkorlar to'yga tekinga, ya'ni davradan tushgan pulga borishadi va bu pullar ular uchun ko'p hollarda yetarli hisoblanadi. Yuqoridagi holatda ham ismini oshkor etishimizni istamagan xonanda ukamiz to'yga aniq bir summali kelishuvga, ya'ni dogovorga emas, tushumga borgan. Davradan tushayotgan pullar raqqosaga berilmagani sababli xonanda musiqani to'xtatib, ularga tanbeh bergan. Chunki xonandaning ortida ham sozandalardan iborat musiqiy jamoa xizmat qiladi va ularga pul berish ham xonandaning zimmasida. Mana masala qayerda? So'nggi paytlarda Jizzaxda ham to'ylarga san'atkorni raqqosasiz va dogovor evaziga chaqirish ancha ommalashib boryapti. Siz nima deysiz va qaysi ma'qul? To'yga san'atkor davradagi tushumga borgani yaxshimi yoki ma'lum bir summa evazigami? Izohlarda yozib qoldiring.